Mundial bahslarda O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirokidagi har bir uchrashuv xalqimizni behad quvontirib, qalblarini his-hayajonga to'ldirmoqda. Dunyo futbol yulduzlarini o'zida jam qilgan Portugaliya bilan kechgan ikkinchi tur bahsini ham yurtdoshlarimiz katta qiziqish bilan kuzatishdi. Ayniqsa markazlardan tortib viloyatlarning eng olis hududlarigacha o'rnatilgan katta monitorlar hamyurtlarimizni bir maqsad sari birlashtirib, terma jamoamizni birgalikda qo'llab-quvvatlashga chorladi. Samarqand viloyatidagi aholi gavjum dam olish maskanlari, xiyobonlarga o'rnatilgan monitorlar orqali hamyurtlarimiz mamlakat bosh jamoasiga muxlislik qilishdi. Mo'jiza amfiteatrini to'ldirib o'tirgan 2,5 ming nafardan ortiq futbol fanati yigitlarimizni tinimsiz qo'llab-quvvatlamoqda. Mundialga 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqqanimiz, eng asosiysi Portugaliya bilan o'ynayotganimiz biz uchun muhim. Biz ishonamizki, keyingi jahon chempionatlariga O'zbekiston albatta g'alaba qozonadi. Hozir biz bu yerda muxlislik qilib turib, qalbda qancha hayajon bo'lyapti, u yerda katta chempionatda futbolchilarimizni bilsak bo'ladi, qanchalar o'zida hayajon borligini baribir bosim bo'ladi ilk marotaba jahon chempionati.